Endi biz Ermeyda savdo bo'limida ishlaymiz. Ha? Savdo bo'limida endi shu savdo bo'limidagi qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz shular bo'yicha sal o'sha savollarimiz, anaqalarimiz bor. Endi bizda asosiy savollarimizdan bittasi shu analitikada qiynalamiz. Shu xodimlarimizni savdo xodimlari va yana ofisdagi xodimlarimizni analitikasi ishini analitik tekshirish shu bo'yicha asosiy anaqamiz bizda hozirgi qiynayotgan savollarimizdan bittasi shundan iborat. Sizlarda savdo bo'limida bitta polni ishlab chiqarilgan mahsulotga, ya'ni mahsulot realizatsiya bilan shug'ullanadigan savdo bo'limi bor, to'g'rimi? U asosan B2B ishlanadi, savdoda, to'g'rimi? Nechta odam ishlaydi savdo bo'limida? Savdo bo'limida hop 170 atrofida, 170 plus. To есть savdo bo'limidagi xodimlar 120 tacha? Ha, 170 atrof. Men endi общий aytyapman, faqat agentlar emas, bizda ishlaydigan dastavkalar, boshqa hammasi. Ha. Bu yerda qanaqadir muammolar ham bormi savdo bo'limida? Misol siz kim bo'lib ishlaysiz savdo bo'limida? Savdo bo'lim boshlig'i. Ha. Sizni bo'limingizda misol uchun mana shu narsa o'zgarsa yaxshi bo'lardi yoki mana shundan qiynalyapmiz degan narsa. Mana analitikani aytdingiz, yaxshi. Undan tashqari misol uchun sizlarda qanaqadir muammolar bormi? Rahbar sifatida siz yechish xohlagan. Endi bizda shu sizni o'qishingiz kelganimizdan keyin o'zimizga rejalarimizni yana qo'yyapmiz qaytadan. Shu yana qayta takomillashtirish. Endi bizda o'zimizda tizim bor. Shu tizimni boshqatdan yana ko'rib chiqmoqchimiz. Ish samaradorligini oshirish maqsadida. Endi asosiy bitta qanaqadir muammoni hozir aytolmayman. Shu bizda analitika, shuni analiz qilib, shunaqasini sal nima qilsak, to'g'rilab olsak. Shu bizda hozircha. Yaxshi. Sizlar ma'lum bir ERP tizimlar bor-ku, sizlarda ishlaydigan. Ha, misol analitika uchun tizim nima raqamlarni chiqarib turadi. Chiqaradi. Endi u chiqargan raqamlari nimasi yetmayapti sizlarga analitikani olib borish uchun? Endi o'sha analitikani qanaqa qilib bizni to'g'ri tashkil qilib, to'g'ri javob olishga shu yo'llari bor bizda. Asosiy anaqamiz shunda. Bu yerda endi men o'zimni umumiy fikrimni aytaman. Bizda Proctor'da degi case'dan bizda Proctor'da har bitta misol uchun umumiy savdo qo'yilardi rejasi. Keyin uni misol uchun kategoriyaga bo'lib chiqilardi. Ha, misol uchun produksiyani kategoriyasi bor. Balki sizlarda u aniq bo'lsa kerak. Kategoriyadan keyin ichiga kirilardi, har bitta produktni analizi qilinardi. Har bitta produkt deganda bu mahsulot misol uchun qanaqa sotilyapti? Oyma-oy, oldingi yilga bu yilda solishtirsak, u o'syaptimi, tushyaptimi? Keyin уже dальше analitikasi deganda siz qilishingiz mumkin bo'lgan narsa har bitta produktdan qolayotgan nimasi? Foydasi. Marjasi qanaqa? Shunaqa mahsulotlar bor, marjasi juda katta bo'ladi, mahsulotlar bor, marjasi juda kichkina bo'ladi. Endi bu уже rahbarlar bilish kerak bo'lgan narsa. Hamma xodim bilish shart emas uni. O'shani analizi qilinardi-da, keyin marjasi baland bo'lgan mahsulotlarga targoviy agentlarga reja qo'yayotganda o'sha assortiment deganda o'shani ko'proq qo'yilardi. To есть sen sotayotganingda mana shu narsani ko'proq sotishing kerak degan narsa. Endi analitika deganda yana siz bilishingiz kerak rahbar sifatida, ya'ni men agar siz o'rningizda bo'lsam nima xohlayapman? Birinchisi o'sha savdo rejamiz necha foizga bajarilyapti, bajarilmayapti. Keyin sotuvlarimizni kategoriyasi bo'yicha umumiy savdomizni misol uchun necha foizi qaysi kategoriyadan kelyapti? U ko'pincha reja qo'yganda u ham reja qo'yiladi. Qaysi mahsulotimiz, qaysi kategoriyadagi mahsulotlarimiz bizga eng ko'p foydani keltiryapti? Ya'ni men shuni xohlagan bo'lardim analitika deganingizda. Keyin bizlarni misol uchun o'sha
kategoriya bo'yicha, SKU bo'yicha nimamiz qanaqa? Tendensiyasi. O'sib boryaptimi, tushib boryaptimi? Ba'zida shunaqa nimalar bo'ladi, yangi mahsulot chiqarganingizda, yangi mahsulotni o'zi eski mahsulotingizni yeb qo'yadi. Haligi siz bilmagan holatda kannibalizatsiya deydi buni. Yangi chiqqan mahsulotingiz zo'r ketishni boshlaydi-da, siz xursandsiz. Zo'r yaxshi sotilyapti, o'sib boryapti, lekin qarasangiz qaysidir ham kategoriyadagi mahsulotlaringiz tushishni boshlaydi. Nimaga desa, u yangi mahsulot eskini yeb qo'yishni boshlaydi-da. Odamlar уже "Ammam yaxshiroq ekan" deydi, уже eski sotilmay qoladi. Biz o'sha narsalarga ham e'tibor berish kerak. Qaysi mahsulotlarimiz qaysi mahsulotni yeb qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Undan keyin o'sha foydaliligini aytdik, qaysi kategoriyamiz qancha foyda keltiryapti. Va uni keyin regionlar bo'yicha qaysi regionda qaysi mahsulotlarimiz yaxshiroq sotiladi. Mana biz sak gilamlariga borganimizda Samarqandda ular aytishdiki, ilgari biz nima qilardik? Misol uchun dillerlarga berib yuborardik gilamni. Aptaviklar bor, kelib olib ketishardi, bo'ldi. Bizning vazifa faqat ishlab chiqarish edi. Ishlab chiqaramiz, sotaveramiz, ular olib ketaveradi. Lekin bilmasdik, qaysi regionda qanaqa misol uchun mahsulot yaxshiroq ketadi. Qaysi sezonda qaysi ranglar yaxshiroq ketadi. To есть unaqa analiz qila olmasdik. Chunki biz topshirib yuboramiz gilamni, bo'ldi, ujlar olib ketadi. Endi hozir biz nima qilamiz deyishdi, balki keyinchalik uje katta производительlar shu narsaga o'tishyapti. Endi sotuvni ham o'zimiz qilamiz. O'zimiz qilamiz degani ekspress do'konlar ochilyapti. Sag Express degan. U yoqqa kirganda har bitta olayotgan mijozni yozib olishadi. Nima maqsadda ovoz? Ular safda ishlashadi. Nima maqsadda ovoz? Misol uchun o'g'limni o'ylantiryapman, to'yga olman. Surxondaryoda misol uchun kimdir o'g'lini o'ylantiryapti, to'yga gilam oladi, qanaqa gilam oladi, uni sistemaga kirgizib qo'yishadi. Naqshlari qanaqa? To есть odamlarni nimasini o'rganish uchun. Regionlar bo'yicha. Misol uchun Toshkentda balki oq gilamlar ko'proq ketadi. Qaysidir ham viloyatda qizil gilam yaxshiroq ketadi. Siz uni bilmasdan turib qizil, oq qilib aralashtirib chiqarib yuborasiz-da. Balki siz qizil qilsangiz, odamlarga ko'proq o'sha qizil kerakdir. Kimdir misol uchun oq majbur bo'lib olyapti, chunki qizil yo'q yoki qolmagan. Siz o'shanga o'xshab, bular endi aytishdiki, biz hozir o'sha Sag Express orqali har bitta sotilayotgan gilamni nima maqsadda sotilyapti, kim olyapti, qanaqa olyapti, hammasini analiz qilamizda, keyin endi Komilniki borlar, o'sha rahbarlari. Biz 2 yil oldin borganimizda aytdilarki, biz sun'iy intellekt ishlatyapmiz dedilar. 2 yil oldin biz hali sun'iy intellektni men o'zim ham ishlatmasdim, bilmasdim. Sun'iy intellekt polniy analiz qilib beradi. Mana shu kim qayerda qancha gilam olayotganini, qanaqa naqshli gilamlar olyapti, hammasini olib bazaga tiqsangiz, sun'iy intellekt keyin sizga hammasini prognoz qiladi-da, keyin aytadi. San deydi, keyingi kelayotgan oyga mana bu gilamdan muncha chiqargan, mana bundan muncha chiqar, mana bundan muncha chiqar deb analiz qiladi. To есть siz o'zingiz o'tirib qancha chiqarsam ekan deb prognoz qilmaysiz-da. Oxirgi 2 yil, 3 yil, 5 yil va hokazo daniylarni oladi, analiz qiladi, keyin sizga chiqarib beradi. Uni chiqargani haqiqatga yaqinroq bo'ladi. Chunki hammasi nimaga asoslangan? Faktlarga, raqamlarga asoslangan. Shu, ya'ni men tavsiya beradigan bo'lsam, shu narsani tavsiya bergan bo'lardim, ha. Birinchi siz o'zingizga analitikadan yaxshi foydalanish uchun qanaqa analitika bizga kerak degan narsa va nima uchun kerak bizga? Va uchinchisi uni qanaqa qilib endi yig'amiz. Men hozirgi qo'ygan ERP tizimlariga sistema o'sha narsani bera olsa, o'shandan olib u narsani nima qilish kerak. Yana juda muhim bo'lgan narsa, kecha ham aytdik, uni misol uchun dalsha ichiga kiradigan bo'lsak, individualniy hali sotuvchilarga o'rtacha chekimiz qancha, bitta klientimiz nechta pulli tovar olyapti, nechta assortiment narsamizni olyapti. Uni qanaqa qilib oshirishimiz mumkin o'rtacha chek. Shuni qo'ygan bo'lardi. Keyin shu asosida kam foyda berayotgan mahsulotlarni chiqarib tashlaymiz-da. To'g'rimi? Balki o'sha narsa to'g'riroq bo'ladi. Bo'lib fokus qilasizda. Endi uni marketologlar bilan ham maslahatlashish kerak. Marketologlar ba'zida yo'q, chiqarish kerak emas deydi. Nimaga desangiz, u polkada turish kerak deydi. Assortiment bo'lib turish kerak deydi.
Endi uni o'tirib analiz qilasizda, biz shuncha ketkazayotgan fokusimiz, pulimiz, u misol uchun продажamizni 2% ni tashkil qilyapti. Lekin shuncha fokus, shuncha nima e'tibor kerakmi? Просто assortiment ushlash uchun degan narsa. Men endi sotuvda balki marketologlar, конечно, meni soham emas, marketologlar buni ko'proq biladi. Lekin fakt bor, juda ham ko'p assortimentda sotuv kamroq bo'ladi. Mana bu kamroq assortimentga qaraganda. Shunaqa eksperiment o'tkazishgan. Ikkita magazin bor. Jem sotadigan, jem. Chet elda qilishgan. Bizda vareniya deydi, ular jem deydi-ku, ana kichkina idishga jem qilingan. Bitta magazinga tiqib tashashgan assortiment. Apelsinli jem ham bor, qulupnili jem ham bor, ming xili bor. Unga odamlar kiradi. Ikkinchisi bor, unga 6 xil, 7 xil assortiment qo'yilgan bo'ldi. Chegaralangan assortiment. Qaysi birini sotuvi ko'proq bo'lgan desangiz, ani chegaralangan. Ya'ni erta konversiya ko'proq bo'lgan. Chunki odamlar kirganda, mana misol uchun o'zim ham do'konga kirsam, krossovka olmoqchiman. Shunaqa assortiment ko'pki, oxiri Allohga qolasiz. keyin o'ylab ko'raman deysizda. Chunki juda ham ko'p assortiment. To есть aytmoqchi bo'lgan narsam, assortimenti juda ham ko'p bo'lishi har doim ham sizni foydangizga ishlamaydi. Tushunyapsizmi? Odamlar просто nima qiladi? Ya'ni vibr qila olmay qoladi. O'shaning uchun men aytayotganim, balki siz ko'rib, qaysi bizani SKUlarimiz, qaysi mahsulotlarimiz eng kam sotilyapti va eng kam nimada? Ulushda. Balki sekin-sekin bularni chiqarsak, fokusimizni ko'proq alidagi foyda keltirayotgan, odamlar ko'p talab qilayotgan narsaga e'tibor bersak, chunki baribir sizlarni любой kompaniyani ham resurslari, hamma narsasi chegaralangan. O'sha chegaralangan resursni qanaqa qilib oqilona foydalana olamiz degan savol bo'ladi.